Assalomu alaykum. Muhojiratdagi to'y qilish yeshitki barliq chiroyli sing'illarim. Sizlar vatan erning ipiti degan so'zni anglaganmi? Vatanimizdan zolimni qo'g'lab chiqarish, ketgan shehidlarimizning qon qisosini elish, ota-bovlarimizdan miros qolgan guhar zaminni qo'limizga ilib, vatanni mustaqil qilish, hammamizning bosh tortib bo'lmaydigan burchimizga aylangan bugungi kunda millatning erlarga bo'lgan talpassilab eshib, erlarimizdimi tabiiy holda krizis eng kuchayotidi. Va zimsidagi yukning qanchalik og'irligini his qilishyotidi. Bir tonishim millat bu kunda qoldi. Hech ish qilmay turib qelyapmiz. Eramas yer bo'lib ketdik deb vatan dardida yurgi o'rtinayotgan vijdonliq erlarimizning yurak nidosini ifodalagan edi. Bir qancha yillar ilgari vatan ichida turadigan bir arbob lagerga akirilib ketadigan ko'ngliga ayon bo'lgan chig'i menga chet elda o'qiyotgan yurak parisi bir tal qizining kelgusi ustida o'ylanib, singlim, qizimni jigirba bir o'g'lonning qo'liga tutqizsaq bo'ladi degan edi. Ustozning uchur cheklimiz tufaylidan barcha arzu armonlarini o'ziga mujassamlagan jigirba o'g'lon kalimasi meni doimo o'ylantirdi. Aziz sing'illarim, sizlar kelgusidagi loyiqinglar qarta o'z ko'nglinglarda qanday talablarni pukdinglar? Albatta bir er kishi haq tuyg'usiga ega, muhabbat nafrati ro'shan, go'zallik bilan razillikni farq etish iqtidori kuchlik, harom bilan halolni ayirishni biladigan bo'lishi kerak, shundaqku. Ammo yigitning vatan sevgisi-chi? Tuvanda men yillar oldida menga ta'sir qilgan Ablajon Leyla Noman akaning Uyg'ur qizining va'disi degan she'rini o'qib beray. Bu sizlarning va'danglar bilan o'xshashmi? Qani quloq solinglar. Uyg'ur qizining va'disi. Ablajon Leyla Noman. Men bir Uyg'urning qizi, nozugimning o'ziman. Millatimning faxri, yuragi ham ko'ziman. Uyg'urimning qahramon yigitlari quloq sol, to'ylug'im shu erkakdek jangguchisan tegiman. Men bir Uyg'urning qizi, vatan uchun tug'ilgan, ozodlik deb vaqirab, zilva uni bo'g'ilgan. Senmi mendek erkinlik mash'ilini ko'tarib, kurash qilib vatanni ozod qilsang tegiman. Men bir Uyg'urning qizi, iftixori, g'ururi, millatimni mangulik yoshnatar bir chinori, mening bilan birlikda millatimni yoshnatib, tarmor qilib dushmanni qo'g'lab sursang tegiman. Men bir Uyg'urning qizi, erkinlikka talpingan, qora sumbul chochlari bayroq bo'lib yelpingan, qahri g'azab dushmanga, qahramonga talmurgan, dushman bilan elishib, g'azot qilsang tegiman. Men bir Uyg'urning qizi, yuraklari ezilgan, tushlarida ot minib, qilich chepib yugurgan, senmi kurash orqali jangda yengib dushmanni, yurtimni gul qilib bezab chiqsang tegiman. Dushmanimiz uzundan vayron qildi vatanni, kurash qilib qaytidin tuzab chiqsang tegiman. Sap oldida ot tortib, dushmaningga o't ichib, mustaqillik, ozodlik barpo qilsang tegiman. Düşman ketdi to'xtamay, boylig'imni bulishib, senmi berib ulardan bulab chiqsang tegiman. Düşman bilan elishib, put-qo'lingdan ayrilib, hatto ko'zing ko'rmas bo'p qib qolsimi tegiman. Bu va'damda turg'unim, turg'an mening abadiy,
Hatta ata-anamlar yoq desimu tegimen. Yeshing bilan korim yo'q, puling bilan teximi. Do'stlar chichi nimandoq oq desimu tegimen. Men bir Uyg'urning qizi, vatan uchun urgan, necha erkak elchisini qabul qilmay qayturgan, ko'z qilib boylig'ing, makoningni, joyingni, yoshlig'imga ko'z tiksang, o'xya bo'lib tegimen. Düşmən eşib həddidən, çıxıb sepil səddidin. Uğrudək ümüləb, atlab təngri təlkidin. Türmə qılıb vətənni, tuttu bizni yelkidin. Söküb elib düşmənnin yürəkini köksüdin. Kallısını toyluğum, qılalısan tegimen.